Robiha nechinchi qatorda yozyapsiz qizim? Birinchi. Birinchi qator. Boshidan aytib bering. Birinchi qator qancha zanjir, qanday to'qilar ekan ketma-ketligini? Birinchi qatorda Aha. 7 ta zanjir to'qiymiz. Ha. Birinchisiga emas, ikkinchisidan Ha? 5-sigacha to'qiymiz. Nima to'qiymiz? Naketsiz ustun. Barakallah. Naketsiz ustun. Shu joyda ko'paytma qilinadi. Nechinchi naketsiz ustunda ko'paytma qilinar ekan? Hmm, 5-chi naketsiz ustunimizda ko'paytma qilinar ekan. Ha. 5-chiga nechi to'qilar ekan? 5, 6, 6, 7. 7. Barakallah. Kelgan joyingiz shu, ha? Ha. O'tiring. Xo'p, Muzayna nechta zanjir oldingiz? 7 ta. 7 ta. Nechinchidan naketsiz ustun to'qidingiz? Ikkinchisi, 5-sidan. Yo'q, nechinchi zanjiringizdan naketsiz ustun to'qishni boshladingiz? Ikkinchisidan. Ha. Ketma-ket nechta to'qidingiz qizim? Ketma-ket 5 ta. 5 ta. To'g'ri. Yaxshi. Odina o'tiring qizim. Odina nechta zanjir oldingiz? 7 ta. 7 ta. Ha. Nechta naketsiz ustun to'qidingiz? Ketma-ket nechta bo'libdi? Nechta to'qishimiz kerak ekan? 5 ta ekan. Ha, endi ikkinchisiga kelibsiz, siz. Ha, 5 ta to'qishimiz kerak ekan.